Bu ayrim shunaqa toifa doktorlargaki, tug'ruq paytida ayollarni urib haqorat qiladigan doktorlar uchun. Hurmatli qo'sh tirnoq ichidagi akusherlar, ya'ni ayollarni urib tug'diradigan vrachlar. Bas qilinglar. Meni nechta patsiyentim bilaman, mana visti qilaman, kelishadi. Qanday o'tdi tug'rug'ing, nima bo'ldi desam, ishonmaysiz deydi, kelib oladi, tug'olmaysan. Operatsiya, tug'olmaysan, operatsiya yo'q deb aytsa, ana tug'olmadi, battar bo'lsin. Ayni deydi, biz kerakli payti, bolam bosh chiqayotgan payti deydi. Kuchan deydi deb urishlar, bas qilinglar. Men o'z patsiyentlarimga aytayapman, kamera olib kir, skrit kamera olib kir, pastava boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q. O'zlaringiz yig'ishtirib olinglar. Sendaqalarni dastida, sizlarga o'xshagan mutaxassislar dastidan hamma vrachlarni olib yurishyapti. Hamma vrachlarni xalq yomonlab yuribdi. Hamma vrachlarni rodzaldagi hamma vrachlar shunaqa deb o'ylashadi. Sizlarni dastlaringizdan. Gapirmadingmi? Gapirib tashlab qo'rqdim, tug'olmay. Ayollar sizlarsiz ham tug'adi. Lekin tug'ruq paytida bolani dardi, tug'ish, yana sizni do'qingiz, yana urishingiz, yana muttahamlik qilishingiz kimsiz? Xudo shu oq xalatni beribdi, bunaqa qilib ayollar tug'dirgancha, o'zingizni borku o'sha etajdan otib yuboring, aymi? Tushundingizmi? Moskasalarni o'rgatyapman. Skrit kamera bilan tug'ruqqa kiringlar deb. Boshqa yo'li yo'q. O'zim mana vrachman, o'zim oq xalatdaman, boshqa yo'li yo'q. Bas qilinglar, ayollarni urib tug'dirishni bas qilinglar.